Polat Tömür degan ma'noda Mo'ng'ullarning Qiyon qabilasidan edi. U 1206-yili butkul Mo'ng'ul yayloqlarini birlikka keltirib, yayloqda o'sib yetilgan bir ulug' siyosiyon ham harbiy olim bo'lib qoldi. Dunyoda u bir mangulik nomni, ya'ni zamonasining jahon argisi Chingizxon degan nomni qoldirib ketdi. Dada, gel Süge. Ha? Neymiş bu? Emirhan, sen gül, ecrin koştu. Kakabıl dur ola! Kakabıl dur ola!
milodiy 1203-yili Tömürcin oxiri Karaylarni mag'lub qildi. Shuningdan e'tiboran Mo'ng'ul yayliqining 3dan 2 qismini u o'z ilkiga oldi. Men jiroqlashmaslikqa tegishli odam bilan jiroqlashdimmi yoki asli jiroq turishga tegishli odam bilan yaqinlashdimmi? Mana endi el jamoatim teri-peran bo'lib, o'zim igichoqsiz qoldim. Endi bu deganing nima foydasi? Hozir eng muhim ish bundan keyin qanday qilish masalasida qaror qilish. Tag'ang Tayanxonga bay'at qildi. Biz endi qanday qila olaydik? Naymanlar yurtiga berib, boshqa kelganni ko'raylik. Undaq bo'lsa, o'zlari basla. Yuringlar. Sen Dayağa, kucağını taptılar mı? Qaqanem, tapamıdıq. Naymanlarga beqin deydi. Camuqa, altın, dağarı itaylaçı. Ulanımı birlik deydi. Bana. Tez bol. Sepsqa ayğaşmış mı? Uçuşu. Yo'q, men oyg'oqchi emas. Karay ulusining Amirxoni. Sen Emirxan mı? Çarşakıma, sen Emirxan bolsan, men onun altın xanlığının xanı bolmamdı ben. Men rost Amirxon. Sizlarning Tayanxon meni ko'ygan. Oldiga boshlab opasanglar meni tunaydi. Meni o'tqa iştirmekçi mi sen? Tayanxanның ordusuna apasam, o senin sarang aldamçılığını bilse, menin kallam tenimden juda bolmamdı. Men sarang emas, aldamchimi emas. Rost Amirxon bo'laman. Tfi! Sen Emirxan mı? Undaq senin 100 kişilik mügeşliğini, çok hoşunun gini. Men mag'lub bo'ldim. Xonligim halok bo'ldi. Shuni Tayanxonga bay'at qilg'ili keldim. Meni ahmak görüp otam sen. Kel ola! Onun kallısıyla mı? Yo'q. Azbiroy xudo. Meni Tayanxonning oldiga olib boring. Seni Tayan'ın dergahı uçuk koyar. Men hikayeni Tayanxonga etip bereyim. Tağrım, nemişkim o bu yerga kelgandiman. Tömürcin o'g'lim xonligimni halok qilgan bo'lsa-mu, menga hayotlik yo'li berar edi u. Nima? Shundaq ishni mi qilamsizlar? Nemish bo'pti, shuncha bola cho'chib ketgidek. Xonanamga ma'lum o'g'ay, bir chegarachi yeriga o'zini Karaylarning Amirxoni degan bir odamni tutibapti. Rost yolg'onligini uqmadik. Elibli kasanglar oydin bo'lmamdi. Ular uni ayg'oqchimkin deb o'ltirib yutibdi. Tangrim. Tayanxon, qo'shinlarni qandaq boshqarganlari bu? Burunqi erim marhum atlar hayot chig'ida bundaq ishlar bo'lmagan. Bir chegara cherga farmansizlar o'z bilginicha ish qilsa qandaq bo'ladi? Chiqinglar, chiqib ketinglar. Endi qanday qilamiz? Nima deding? O'zini Amirxon degan heliqi odam Mo'ng'ullarni mag'lub bo'lib bizga bay'at qilib kelibdi ekan. Yolg'on. Amirxon degan nom obro'li qog'in tursa, qandoqsiga nom nishonsiz Tömürchinga mag'lub bo'ladi. Qanata, unutib qoldingmi? O'tganda Sabraq ikkimiz Amirxonni mag'lub qilgan heliqi chaqda Osh Tömürchin bizni chekinishga majbur qilgan. O sili degandek nom nishonsiz odam emas. Tömürchin? Ha, bu ishni uzoq yili Sabraq bilan kuchlik siliga demaganmidi? Unutib qolganlari nemisi? Biroq necha kun ilgari heliqi jaqagan bu kelib bizga bay'at qilganda Tömürchinni zodli bosh ko'taramas holga tushib qoldi demaganmidi? Jaqagan bu Tömürchinni tilga olganmidi? Mening ajab esimda qolmabdi desa. Silining ko'zlari Tayir O'simning kichik qizidan boshqa narsani ko'rmagan o'xshaydi. Bo'ldi, Amirxonning gapiga kelayli. Bu osongo. Uning kallasini kestirib kelibla, uning inisiga tunitib baqsanglar bo'lmadimi? Yaxshi shor ekan. Tatatonga farmondan birini yasla, chigirtikilarga olib bersin. Heliqi chirik o'zini Amirxon deganning kallasini kesib ilib kelsin. Ko'r baqay, chaqqan bo'lsin. Sesib ketmasin yana. Farmon berdarman.
Yeydigan hech narsamiz qolmadi. Yashash uchun bulab kelmaymi amali yo'q. Nima? Bizni yilqi o'g'irlashga salmoqchimisiz? Tangri bizni kechirdi. Ilojisiz shunday qilishga majbur bo'lyapmiz. Amisi bulayli. Ayollar tağda qoladi, erlar mamlar tağdan tushib bulaydi. Yeydigan ichadiganlarning hammasini bulaymiz. Odam kelsak, zuvoni balaning hammasini qilib bitamiz. Bulançılık qilish aslidimi gunoh tursa, yana odam o'ltiramizlar. Unda qilsanglar Tangri bizlarni hargiz kechirmaydi. Sizdek bir yilqichining xotini nimani bilatdingiz? Tirik qoldirsak, maymanchiliklar xabar deb bizni o'ltirib etmamdi. U chog'da hech qaysimiz tirik qolmaymiz. Yuringlar. Nima qilasizlar? Aka. Jaqagan bu. Uni tundingizmi? Jamuqa, uni tundinglarmi? Tunudim. Ras Amirxon ekan. Ulug' Tayanxon, akam cho'qim ilojsizlikdan Nayman qabilasiga panohlik tilab kelgan. Kim bilsin, uning bunday ichinishib o'lib ketadiganini. Bu sabraqsa, qo'shni elning mushundaq nom obro'li podshoyini nimishqa o'z bilginicha o'ltirayotgandi. Baribir kallasi ilinib popdi. Oningdan og'ringan bilan o'rnib kelamidi? Oningdan ko'ra popni chaqirib, uning dafnisini tantanlik o'tkazib bersak bo'lmadimi? Shunday qilayli. Jaqagan bu, o'rningizdan turing. Mening vazir sanqonlarim uning vazir vuziralari qatorida, o'g'il kelinlarim uning bola chaqir qatorida akangizga ta'ziya bildirsin. Amirxonni shohona sifatda podsholar qatorida o'zdayli. Xuddi menikini uzatqandek, ha? Kuchlik. Tatatongani chaqirib kel, muhrni mep kelsin. Amirxonning kalosini kumush bilan bizga esla. Xo'p. Tayanxon. Akam asli o'g'li Sangum bilan birga edi. Xon oliylari odam avatib Sangumni tepib uningga boshpanoh bo'lg'aylar. Bo'ladi. Bu ishni o'zingiz bijirgaysiz. Uning hayoti son-sanoqsiz shon-sharaflar quchib o'tgan bo'lsa-mu, lekin u kamtar va oq ko'ngil kishi edi. Uning martabasi tumanlagan al-budullarni oyog'iga bosh qo'yg'izgan bo'lsa-mu, lekin u o'zini to'limi salmoq tutgan edi. Hozir u azobli fani dunyodan qo'l uzib bizdan ayrildi. U o'zining muloyimligi, samimiyligi va shon-sharafini birga elib ketdi. Jaqagan bu. Akangiz o'lib shuncha hurmatga sazovor bo'ldi. Marhumning ko'zim ochiq ketmaydigan bo'ldi. Ortiqcha azoblanib ketmang, ha? Tayanxonning bu nayrangvozligi sizga qiziq tuyulmadimi? Xonata, bu qayrning kallasini ibodat pullari qo'yib, bundaq dabdablik ta'ziya murosimi o'tkazib berishning zaruriyati bormi? Sen nimani bilatding? Men faqat tirik yurgan vazir sarkardilarga ko'z uchun shunday qildim. Faqat malla bu jahondagi eng rahimdil podsho ekanligimni bildirib qo'yay dedim. Ehtimol ba'zilar sizlarni hamoqat nodon podsho deb o'ylayotgandi. Sen bu noahli xonatongga shunday gap qilamsan. Tangrining jazosidan qo'rqmamsan. Hammasini qilgansa iblis. Kilala, Amirxonning kalasini sifitini eli o'tinglar. Bulinglar. Eli o'tinglar. Toshli o'tinglar. Chaqqon toshli o'tinglar. Bulinglar. Chaqqon bulinglar. O Tangrim. Bu zodi nemishto? Akam o'libmi? Arvoyi amin topmadi. Tayanxon, kallangni ilib, akamning qisosini olaman.
Jaqagan bu. Tishlaydigan it hergiz qolmaydi. Yılqı oğrısının yılqısını bakım kelmeyvatıdı. Biz giteyli. Ketemdik. Nege? Tayanxanға bekinayli. O bizni ep qalamı? Emirxanның aqıbetini unutup qaldыңızmı? Həmmeylənin gün görəlişigə mening amalım var. Qandaq amal? Səngimni tutub Tayanxanға təqdim qılaylı. Yoq, yoq. Tanrım, bunda qısız qandaq boludu? O sizning xo'jayiningizdir tursa. Lekin o bizning keray ulusini halak qildi. Undaqda Tanrım onun cazasını bersin. Biz öz yolumuzga mangayli. Hey, ahmaq xotin, işlerimni hergiz çandırıp koyma. Muş yerda saqlab tur. Kımırlama. Gap qilma. Neymiş kimeyse? Qo'sog'ini to'yg'isi bor. Atyan yo'liga chiqamiz. Men o'ylandim. Endi yig'og'is bo'lib yurmayli. Tayanxon bizni qabul qilmasa, janab tarafga mangayli. Shaharning u tarafida Ungut qabilasi bor. Ular balki bizni qabul qilib qolar. Meningcha, sizlar cho'qim ham charchab, ham xafaliq tatib qolg'ashqa, ko'zlari to'rlashib ketgan o'xshaydi. O'likning kallasi qandoq suga kulalaydi? Sanğun sabırak köşkül kepti. Ko'rishmaydi. Nemişki qoidsizlik qilasiz? Men ko'rishmayman demedimmi? Emirxan ölse, sizlar onun kallasını kesip ekeldirip tunuttular. Bu qandaq yo'sin emdi. Dabdabilik ta'ziya murosimi o'tkazib berdim, kallasini kumushda zinatlatkizdim. Bu mu eng oliy yo'sin hisoblanmamdi ekan? Uning inisi Jaqagan buni minnatdor bo'lib ko'ziga yosh og'anligini ko'midingizmi? Lekin ta'ziya murosimi tugatugmayla. Sizlar Emirxonning kallasini yanchig'izib etdilar. Demak, sizlarning o atalmış rahimdilliklarini, azaldan ko'rilib boqmagan vahshiy qilmishlari pak-pakiz yuvvat emasmi? Uning kallasidan shumliq yig'ib turibsa, uni yanchig'izib etmasam, balo qazo bizning beshimiz kemamdi. O'likning kallasini shuncha qo'rqan bormi? Nam ataqliq Tayanxon bo'lganlari etiqi. Şu merhum inanç bilgi hansızlığı hatırlayacağım bulamazdı iken, o közüymüş aldı elinin takdirden tolumu esirgen idi. Nemeden esirgen? Sılıdek tanrıdın tılıvagan balısıdın, manım ucunda köndürülmegen tayçıgıdın, bulunma cengah gömey, ensiz zamanda karı kemek ilişlirdin, esirgen idi. Boldu bes, ensizlikni xalamayman. Hazır fakat Tanrı'nın Nayman elini aman insan saxlığanlığa teşekkür eytimen xalas. Nerede aman isenlik bolsun, aman isenlik bolsa Emirxan'ın kallısı ketemidi. Bunun ajatlanigidek nemisi bor? Arzimas bir top Mongollarning otqa o'qiyonlaridan bir puti go'rga sangilgan Emirxon qo'qib qechib kelib, chegara chiriklarimizni qo'lda o'libdi. Demakchi bo'g'ingiz mush ishmi? Demakchi bo'g'inim Tömürchin. Tömürchin qanchalik nimiti? U yayloqning quyoshi bo'lmoqchi ekan. O tushak gapdi. Osmonda faqat birli quyosh bor. U bo'lsa-mu, men qarab turing. Hozirli berib sizni o'rkitib yotgan heliqi Tömürchinni tutib kelaman. Biz o Mongollarni nima qilamiz? Badini tapırab, maylışanğı kiyimleri paqirab turdi ekan. Ularni rast tutib kelsizlar, Mambayaga yaqin yo'l atmasizlarmi? Ularning tenidan chiqqan hilqi tappuroqni purug'im yo'q. Undaq bo'lsa, birsinim epkemay o'ltirib o'tayli. Hay, agar chiroyli qizlar, cho'qinlar uchrab qolsa, bir nechasini tanlab, suvga obdan tushirib, pokiz kiyimlarini kiygizib, siyir, o'shki qo'ylarni sog'adigan ishlarga salayli. Haras, anlasam Mongollar naqsha etib usullarni yomon emas o'ynaydi ekan. Bir nechasini ap qilib naqsha etqizib usul o'ynashga salsaqmi bo'la? Bo'ladi. Ung'utlarga darhol aljavatay. Ashun dindosh qarindoshlarni birga qo'shin tortishga taklif qilib, bu yavoyi Mongollarning hammasini qirib o'tayli. Komandalarning sadoqlarini qoldirmay bulab kelayli. Sizlar chaqchaq qilib o'tamsizlar. Urush elning hayot mamatiga munosabatli cho'ng ish tursa, uni balalar o'yinchoqlab qoldinglarmi? Yana kelib qaramliq bilan ish ko'makchimi? Xonangizga mashunda gap qilishga nima aytdingiz? Marhumxon ko'z yumish oldida har vaqt sizlarga tanbeh berib turishimni vasiyat qilgan. Asabilashib, hamoqatlikda chikiga yetibsiz. Boya meni jangga ko'magan degan edingiz. Amdilikda qo'shin totma da'votsiz. Sabroq, obdan quloq seling. Men amdi ansiz zamondami korga yaraydigan hollardan bo'lmoqchiman. Voy voy.
Sizlar urush, qirish deganlarga nemancha amroq, a? Buningdan boshqa degidek gaplar yo'qmi? Tayanxon, mangayli, tikkichining yeniga berib, tiktirgan yangi kiyimimni ko'rib kelay. Mərhum qağanım. Köz yumğanda nemişki bu xotunnumu billəyib ketməy, nadan oğulları xotun qıpəgən boğ edilə. Nayman xallığı əmdi tüyüşüdüğən boldu. Bu qeyir teki məra verib, işçimni pişirib etdi. Öldürəvəsil bulmasmıydı? Mening onu öldürgüm yo'q demsiz. Lekin marhumxon otam ko'zimish oldida menga bu qerining nasidiga quloq solishni vasiyat qilgan. Shunga unda qilishga amalsizman. Agar bu qeyrining og'zi besiqmasa, bizlar zodila aram topolmaymiz-da. Aldırmay turmamsiz. Men bir amal qilib bu qeri tekini ikkinchilab ma'rimas qilib etaman. Nereden gelişinler? Ungut kabilesiydin. Ungut kabilesi nerede? Naymanlarning sharqi janubida. To'g'ri, biz Unutlar avloddan avlodgacha ulug' oltin xonliqining shimoliy chegarasini qo'g'dab Bu keldik. yerden xeyli yiroqda. Biz bultur qishda qo'zg'algan. Bu yil atiyozda sizlarni aran topdik. Marhamat. Tayanxonning dadisidan qolgan o'gay onasi Gurbasu xonish biz Mo'ng'ullarni top buraydi debdi. Ey, menga nima ish qilib turmaydi, ha? Qag'anim, buna qilaylik. Uni bulab kelgandan keyin tina hammadan bek buraydigan birisiga beraylik qandaq, ha? Ey, qurchi, sen bek buraysan ku deyman, ha? Menma? 30 xotinning qatorida sana bersam qandaq? Hay, menga bo'lmaydi. Jurchatay tog'amning badini hammadan bek buraydi. Ishonmasanglar, burab yiqinglar. Qani, burab yiqinglar. Bo'ladi. Gurbasu xotin Jurchatay tog'ining bo'ldi, ha? Yaxshi. Naymanlarning Tayanxoni elchi avatib, Ung'utlar bilan birlashib, bizni jazolamoqchi bo'pti. Lekin Ung'utlar meni ulug' oltin xonligining cho'ng amaldori deb qaraydi ekan. Nima? Qog'onimiz ulug' oltin xonligining amaldorimi? Ey, unutib qoldinglarmi? 8 yil ilgari oltin xonligining vaziri O'yin Shang menga jog'it quri, yana har qaysi qabilalarni bir tutash boshqaradigan oqsoqol degan martini bermaganmidi? To'g'ri, shundoq ish bor edi. Ung'utlarning oqsoqoli meni o'ziga o'xshash oltin xonligining amaldori deb o'ylag'ashqa, Naymanlarning elchisini nazarband qilib, bu ma'lumotni bizga yetkazishga o'g'lini avatibdi. O'tganda Naymanlar Amirxonni o'ltirmoqchi bo'lganda, biz ular bilan ilishgan-ku. Ularning bo'yni karaylar, markitlar ham tatarlarnikidan qattiq emaskan-ku. Ey, sal chog'lama. Tayanxon har qaysilarning sadoqlaringlarni tatib olib, mening nomimni yo'qotmoqchi bo'lib yutibdi emasmi? O qeyri ayg'irni tutib kelib, aqd qilib yutaylik. Qağanım, hazır ot sula kemsil bo'layotgan seriqtal mezgil. Atlabek o'riq, urushsaqmi kuzda atla semirganda urushsaq bularmikin? Atlar o'riq bo'lsin bo'pti. Agar hozir Tayanxon besib kelsa, atlarimiz o'riq deb qarab turibmizmi? Tayanxonni bizni tutib ketishni kutib tursak bo'lmas, biz avval uni tutib kelaylik. Quruq gap bilan shahar og'ilib bo'lmas degan gap bor. Naymanlar yerikan odami ko'p, kuchlik el tursak, tavakkul qilib basaq, Tayanxonni tutish u yoqda tursin. Aksincha o'zimizni Tayanxonga tutib bermaylik yana. Bir Mo'ng'ul batiri agar sadoqlarini dushmanga tatqizib qo'ysa, u ang eg'ir ham chidiqsiz nomus qilib qoladi. Undaq yashagandan ko'ra o'lgan yaxshi. Tayanxon shundoq gaplarni qilgan bo'lsa, uni kechirgili bo'lmaydi. Biz cho'qim ularning komandozlaridan sadoqlarini tatib olib, nomini o'chirib avval dadisiga yatiq bo'lib, keyin o'g'li Tayanxonga yatiq bo'lgan, eriga yomonlikdan boshqani o'rgatmaydigan Nayman qarishini tutib kelib, o'zimizga sir sag'diramiz. Undaq qilamisak, o'zimizni yayloq batiri hisoblamaymiz. Biz Naymanlar bilan ilishib baqqan. Mayli dastlabki hujumda bo'lsin yoki Naymanlardan Amirxonni qutuldirish uchun qilgan keyingi dala urushida bo'lsin, amaliyot isbotladiki, ularning odami rost bizdan xeyli ko'p. Lekin hammasi nonqib ekan. Belgitayning degani to'g'ri. O'tganda biz ular bilan ilishganda,
Naymanlar özünün küçükler yo'qsa, to'shqandek taqqa qarab qochidi ekan. Bu qitim ular qachalig'an taqdirdimi, qolgan o'rdisi qachamaydi. Tayanxonning o'zini chaqlamay shilting'i ishlarga biz chidab turolmaymiz. Ular darhol jazo yurish qilaylik. Jo'chetay tag'a, pat arada purmaydigan xotinga erishadigan bo'ldingiz, ha? Yaxshi. Mushunda qaysar sarkardilarim tursa, g'alaba qozonmasligimizdan ansiraydiqmi? Hozir darhol o'yin to'xtatib, Naymanlar bilan qiladigan hal qilish jangi tayyorlanaylik. 1204 yili atiyozda Mo'ng'ullar ikkinchi qatim Kunpetchdagi Naymanlarga jazo yurishi qildi. Bu chog'da To'mirchin 42 yoshda edi. Mo'ng'ul boturlari, men sizlarni Nayman komandozlarining sadoqlarini tatib olishga boshlab boraman. To'mirchin qog'on! To'mirchin qog'on! To'mirchin qog'on! Avval shuni deb qo'yayki, bu urushni qilmoq oson emas. Qo'lim bo'yi yaylig'idan Oltay tog'larigacha 5-6 ming chaqirim yo'lni bosamiz. Yo'l bo'yi chorvachilik ham ovchilik tayinib, butun qo'shinning ta'minotini qo'g'daymiz. 100 kun yo'l ma'miz. Biroq biz hargiz adishib qolmaymiz. Mana bu yigit O'ng'ut qabilasining elchisi, O'ng'utda oqsoqlining begzodisi, mening yangi kuyovim Buyan Shaybon bo'ladi. U bizga yo'l boshlaydi. Burun urushlarda har qatim degidek mudofaadan boshlagan edik. Shunga Kuraning joylashtirilishi nihoyatda yaxshi rol o'ynagan. Hozir bo'lsa, hujum tashabbuskorligi bizning qo'limizda. Endi talganlarga kura yasab o'ltirmaymiz. Necha tumanli qo'shinning uzun yo'lni besib hujum qilish ehtiyoji masish uchun butun qo'shinning sarkardilarini boshqadan saplab, jamoat va qabilalarni chekini buzamiz. 10 tutunga 1-15, 100 tutunga 1-105, 1000 tutunga 1-1005 saylaymiz. Mayli chorvachilik, ovchilik yoki urushda bo'lsin, hammanglar ularning qo'mondonligida bo'lasizlar. Buningdan boshqa har qaysi noyallarning farzand qarindoshlaridan bir tuman boturni tanlab, qo'l qo'shinning turg'avillari, ya'ni himoyachi qilamiz. Saplangandan keyin tuqqi nazar berib, otlanamiz. Karaylar yo'qitildi. To'mirchinning yayloqni birlikka keltirishda qiladigan eng oxirgi ishi barliq dushmanlarga boshpana bo'lib kelayotgan Kunpetchdagi cho'ng el Naymanlarni yo'qotish edi. Ben sizlerine asli kolon boyarı çoğun aylığı başlap verip Mongol komandantlarının sadaklarını bulap gelmekçiydim. Perverdigarı şükriye. Tömürcün aldırap gidip yüzü aldığımızı yaptı. Anlasam o fakat işkili hotunu elip yaptı. Ben ozgen emez mi o? Çereklerimizge herkes mi yetmi gidek? Amal yok. Yetmegenler, yenila özünle tapasılar, ha? Yaxşısı avval özlərinin xotununu aman esən saxlağayla. Biz puxta tayyorlik ko'rib qo'yaylik. Bundan keyin kimga bayat qilishni o'ylashmasak bo'lmaydi. Bu nim deganimiz? Bu qerning kallasi Amirxonnikiga o'xshash, tenidan juda bilay deb qoldi. Shug'unsi uning kallasini ko'mishni bezaydigan odam chiqqanmi yo'q? Jamoqa. Ağzınızdan yaxshi gap chiqmay. Shumnoqni yig'ib turdi ekan. Tayanxonning cheriklari xil tursa, mana hayvat bilan otlanib ketyapmamdi. Menimcha To'mirchinning ajri to'shdi. Menimcha biz baldıroq bir amal qilsak bo'ladi. Qog'onim, bizning odamimiz az. Uning ustiga jiroq yo'lni besib keldik. Ahvol bizga foydasizmikin? Keşt qonalg'iga tushganda har bir cherik 5 yagi gulxan yoqsin. Unchalar ko'p gulxan yoqib nima qilamiz? Gulxan bilan ularni qo'rqitamiz. Bu yaxshi sharkan. Butkul sag'ir dalasiga gulxan yoqsaq, Tayanxon bizning qanchalik cherigimiz borligini uqolmaydi. To'g'ri. Tayanxon urush qilib boqmagan. Buncha ular nurg'un gulxonni ko'rsa, o'zi qilib nima qilarini bilmay qoladi. Oh Tanrım. Mongollarning gulxonlari yurtizdim mi ko'pgina.
Odamlarım o saldek yamrab jurmamdi. Odamlar yana ko'payotidu. Qaranglar. Ko'rdinglarmi? Odamlar ko'p bo'lgani bilan jangovar bo'lishi noto'g'ri. Jamoqa, siz Temirchinning yot urug' qarindishgansiz. Dapiqinga. Ular qandoq urush qiladi? Nima deysan bola? Ular odamga o'xshamaydi. Neyzi bilan ko'ziga tiqsa, ko'zini met qilib qo'ymaydi. Qilish bilan yuzini tilsa, medirlab qo'ymaydi. Urushning gapini anglasa, kirishdan etilgan o'qdek oldiga etilishini biladi. Qo'lidagi qilishni o'ynatib, o'ng soldikilarni qo'ymay chopadi. Ular otni xuddi sag'irsiga chaplashib qolgandek minadi. Farmon qilingan aman naqshi aytib etilib keladi. Düşmanni o'ltirishini to'yga borgandek oson chaqlaydi. Bo'linglar. Siz mangayli. Mangayli. Xon otam bütün qo'shinni chekinishga buyuribdi. Nemishqa? Tayanxon Mo'ng'ullarning otlari o'riq bo'g'ini bilan yaqqan gulxonlari yulduzlimi ko'pkan. Qaraganda odam ko'p o'xshaydi. Yana anglasak, shuncha jasur tatarlar ularning ko'ziga nayz tiqsa ko'zini metqim qo'ymaydi ekan. Qilishni beshiga ursa beshin chayqab qo'ymaydi ekan deydi. Unda xosni bo'pti. Tayanxon uningdan ko'ra Oltay tig'iga ko'chib, avval qo'shinimizni radga solaylik. Ondan ularni keynimizdan agashtirib tog'ichiga boshlab kiraylik. Fursat kelgan hamon tuyuqsiz qaytarib hujum qilsak, cho'qim yangimiz deydi. Gap tugidimi? Serkardalarim bilan Mo'ng'ul asirlarini qandoq taqsim qilish to'g'risida plan tuzib olsam, mazlum Batur Tayanxon mening muhtaram otam qo'rqib ketibdi-da. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Mening bu otam kichigidilla o'rdida cho'ng bo'g'ashqa mo'zay o'tligan, ikki qat xotin hojatga borganchilik yagimo chamdab boqmagan. Tatatonga otamning mukrini obdan saqlasizlar. Otamga shuni deb qo'ysizlar. O dushmanning qarshisini ko'ra ko'mayla chekingan bo'lsa, sepi o'zidan xotin kishga. Nima? Meni sepi o'zidan xotin kishgandamda. U yana nima dedi? Xonzodam silini mo'zay o'tlagan, ikki qat xotin hojatga borganchilik yagimo chamdab boqmagan deydi. Kim silini bu gaplarni ko'tarib kelsin debdi? Kuchlik o'zi shuncha botir bo'lsa, ikki taraf tutishganda Tangrim bu o'g'limning jasoratiga madad bergay. Qarab turinglar, gapimga kirmay cho'qim tumshqiga yeydi. Qani, tek ko'ramiz. Qaytib berib tavalliginglarni obdan saqlanglar. Ati Temirchin besib keladi. Hop! Tatatonga mo'rni elib o'rdi qaytayli. Farmon berdirman. Tayanxon! Xon padarlari urush qilganda azaldan dushmanga erkakning dumbisini, tulparning sag'risini ko'rsatmagan. Shuncha kuch qudratli turib, elishmay turib qo'rqib ketganlar nemisi? Bundaq to'q yurak ekanliklarini bildirib bilgan bo'lsam, Gurbasini qo'shin qo'mondonlik qildirsa bo'pti ekan. Sabroq, marhum padarimga vazir bo'lgan deb, buncha o'la haddingizda eshib ketmang. Mushu deginingizga bo'lsa-mu, jon tikib ilishqini bilishqan. Ordini qo'rshab, Tayanxonni yaxshi qo'danglar. Atlanın!
Tömürcün kumandanlıqqa texim usta olib ketibdi. Ana, Uning qo'shig'ini qarmamdilar. Xuddi to'pon besib kelayotgandek to'rt tarafdan yopirilib kelyotmamdi. Xuddi palti bilan o'tin yargandek o'l qo'shinni udul yerib kiryotmamdi. böğredek itilip kelayotganlar kim o'zi? Tömürcünning odam go'shig'i baqqan to'rt kuliki. Nima? Mo'ng'ullar o'g'i chiqqanda kulik ularning eng yaxshi yordamchisi. Jaba, Subotay, Qubilay, Jalmala, Shermat sarkardilar. Ularning manglaylari tushdek, tishlari nayzidek, tillari begizdek, yurak bag'ri tashdek, qamchilari qilishdek, shabnamni usulliq qilib, shamolni ot etib minadi. Urush kunlarida odam go'shini o'zi qiladi. Undaq bo'lsa, bu yavoyi Mo'ng'ullardan neriroq bo'lsaq bo'ldi. O nimadi o? Ular nima qilmoqchidi? U jurchadek. Uning boshlavag'anlari hammasi nayzvoz azmatlar, qon ichib, mol bilib bulaydigan botirlar. Düşmanımız nimancha kuchlanib ketgandi. Biz yaxshisi o'rin almashtiraylik. To'xtab tursizlar. Av tarafga yana bir qarsilar. Bu nima bo'g'ini? Tömürcün o'zi turshavul bo'pti. Qaysisi? Avi qo'liga suldir elvag'ini. Uning eng oldida etilib mong'ini nimasi? Uning butun badani tushdi qo'yilgan. Begiz tiqsimi kirmaydi. Oh, Parvardigor. Nima degan qo'rqinchliq. Endi av yoqqa qarsilar. U Tömürcünning ikkinchi inisi Qasar. Bu Mo'ng'ullarning umumiy hujumni boshlaganligidan derak berdi. Darhol kuchli xonzorga xabar bersizlar. Qasarga taqobil tursin. Qasarga taqobil turmoqchimisizlar? Bilmaydigan o'xshaydilar. U bir o'ltirishida bir g'onijonni yavitdi. Otgan o'qi 10-20 odamni teshib etdi. Oh, biz yaxshisi tezroq chekinaylik. Qancha jiroq ketalsak shuncha yaxshi. Tez qechib ol. Bu to'g'ri yurak qeri ablah. Endi men bu Tang'ut eliga berib, panolik izlasam bo'ladi. Yuringlar.
风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家